Bachadon tushishining siz bilmagan 6 ta sababi. Birinchisi tug'ruq jarayonlari, ya'ni tug'ruqning qiyin o'tishi hamda og'ir homilani dunyoga keltirish. Ikkinchisi yoshning o'tishi, ya'ni menopauza. Bu vaqtda estrogenlar miqdorining tushishi natijasida biriktiruvchi to'qimalar zaiflashib qoladi. Uchinchisi og'ir jismoniy harakatlar, og'ir yuk ko'tarish, og'ir mehnatlarni bajarish natijasida qorin bo'shlig'iga bosim tushishi hisobiga mushaklar zaiflashib qoladi. Natijada matka tushishi, ya'ni bachadon tushishiga olib keladi. Beshinchisi genetik moyillik, tug'ma biriktiruvchi to'qimaning zaifligi. Oltinchisi semizlik. Bunda qorin bo'shlig'idagi yog' hisobiga bachadonda bosim oshadi. Natijada bachadon tushishiga olib keladi. Eslatib o'taman, matka tushishining faqatgina 1-2 darajalarida Kegel mashqlari, intim lazer amaliyotlari, fillerlar, magnit kreslolar yordam berishi mumkin. Aksincha 3-4 darajasiga biz baribir operatsiyaga murojaat qilamiz. Agar sizga Kegel mashqi darsligi kerak bo'lsa, profil shapkasida Telegram kanalim bor. Videoni Telegram kanalimga joyladim.